Navbatdagi bemorimiz Sativov Tolibjon aka 2-3 oydan beri qo'lidagi ildizli xarakterli og'riq, qo'lidagi quvvatsizlik, uyushishlar bilan bizga murojaat qildi. Shu nevropatologlar nazoratida olingan davolanishlar samara bo'lmaganligi uchun biz bu bemorimizga qaytadan 1,5 Teslalik MRT va MCKT tekshiruvini buyurdik va bu bemorimiz shu tekshiruvlardan o'tib kelgandan keyin bo'yin umurtqa pog'onasining 6-7 sohasida lateral joylashgan disk churasi aniqlandi. MCKT tekshiruvida buni yumshoqligi aniqlangandan keyin ushbu bemorimizga bo'yin umurtqasining orqa tarafidan tushib, endoskopiya uslubida, zamonaviy uslubda tushib, 6-7 bo'yin umurtqasini orqa tarafdan dekompressiya va diskektomiya amaliyotini bajardik. Bemorimiz vertikal holatga keltirildi. Og'riqlarsiz operatsiyani ertasi kuni tavsiyalar bilan uyga javob berildi. Yengillab qoldimi? Og'riqlar yo'q. Og'riqlar yo'q. Qo'lni ko'tarinchaga? Ko'targanda og'riq yo'q-a? Yo'q. Ushlab turingchi. Yaxshi. Вообще anaqa zinqirardi, qanaqasi. Qo'rqmadingizmi operatsiyadan? Yo'q, bitta savolga javob berguncha o'zi hech narsa bilmay qoldim. Keyin bilmay qoldingiz.